Siz tishlaringiz ko'p kasal bo'lishidan juda ham qiynalasizmi? Unda sizga hech qanaqa qimmat tish pastalari umuman kerak emas. Shunchaki hozir sanab beradigan 5 ta foydali mahsulotlarni doimiy ravishda qabul qilishga odatlansangiz, sizda tish bilan bog'liq bo'lgan muammolar deyarli umuman kuzatilmaydi. Ko'pchilik qimmat tish pastalari tishlarimizni juda ham yaxshi asraydi deb o'ylashadi. Bu juda ham noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Sababi turli pastalar bilan tarkibida kimyoviy moddalar bo'lganligi uchun bular doimiy ham tishlarimizni yaxshi himoya qila olmaydi. Shuning uchun imkon qadar biz ko'proq kundalik hayotimizda iste'mol qilib yuradigan ozuqa moddalarini ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsak, bu organizmimiz uchun ham yoki bo'lmasa tishlarimiz uchun ham juda ham foydali bo'lib hisoblanadi. Hozir sizlarga bulardan quyidagilar, ya'ni eng asosiy tishlarimiz uchun foydali bo'lgan 5 ta mahsulotni sanab beraman. Bulardan dastlab birinchisi bu olma bo'lib hisoblanadi. Olma bilamizki, organizmga juda ham foydali meva bo'lib hisoblanadi. U nafaqat qon ko'paytirish bilan birgalikda tishlar uchun ham juda ham foydali bo'lib hisoblanadi. Uni doimiy ravishda iste'mol qilishga odatlanish tishlarni tabiiy holatda tozalashga yordam bersa, ikkinchi tomondan milklarning holatini juda ham yaxshi tomonga o'zgartiradi. Ikkinchi mahsulotimiz bu sabzi bo'lib hisoblanadi. Sabzining tarkibidagi moddalar tishlarimiz va milklarda joylashgan qon tomirlar faoliyatini yaxshilab, ularning yana ham sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz bu sut mahsulotlari. Sut mahsulotlariga bilamizki, ko'pincha biz iste'mol qilamiz sut, qaymoq, qatiq yoki bo'lmasa shunga o'xshash boshqa sut mahsulotlari. Ularning tarkibida bor bo'lgan kalsiy va vitamin D elementlari bizning organizmimiz nafaqat organizm, balki tishlarimiz uchun ham juda ham foydali bo'lib, ularning mustahkamligini yana ham oshiradi. Keyingi mahsulotimiz esa bu yong'oqlar. Yong'oqlar organizm uchun juda ham foydali va miya faoliyatini yaxshilovchi meva bo'lib hisoblanadi. Buning tishlarga asosiy foydasi uning tarkibida paydo bo'lgan fosfor va magniy elementlari tishlar uchun juda ham foydali bo'lib, ular tishlarning emalini mustahkamlab, tishlarni himoya qilish uchun juda ham katta yordam beradi. Va keyingisini oladigan bo'lsak, bu hayotimiz davomida 5-yil mahsulotimiz juda ham ko'p foydalanadigan oddiy ko'k choy bo'lib hisoblanadi. Ko'k choy bizga nafaqat organizmimiz uchun, balki tishlarimiz uchun ham foydaliligini eng asosiy tomon uning xususiyati shundan iboratki, u antibakterial, ya'ni bakteriyalarga qarshi kurashish xususiyatiga ega. Shuning uchun agar og'iz bo'shlig'ida ko'proq ko'k choyga chayadigan bo'lsak yoki bo'lmasa ko'k choydan ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsak, biz og'iz bo'shlig'i yoki bo'lmasa tishlarimizni turli xil bakteriyalardan tabiiy yo'l bilan tozalagan bo'lamiz. Shuning uchun imkon qadar ko'proq ko'k choyni iste'mol qilib turish foydadan xoli bo'lmaydi. Shu yuqorida sanab o'tilgan 5 ta oddiy va hayotimizda juda ham ko'p uchraydigan mahsulotlarni biz imkon qadar ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsak, tishimiz bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar deyarli juda ham kam uchraydi. Shuning uchun imkon qadar siz bu mahsulotlarni kundalik iste'mol tarkibiga qo'shishingiz juda ham maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Agar sizning tishlaringiz sog'lom nur sochishni xohlasangiz, tabassumingiz go'zal bo'lishini xohlasangiz, bu maslahatlarga doimo amal qiling. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Fikr va takliflaringiz bo'layotgan bo'lsa, izohlarda albatta yozib qoldiring.